Ko'rish nuqsoniga ega bolalar tafakkurining o'ziga xosligi. Ko'rish nuqsoni va tafakkur o'rtasidagi aloqalar ko'rish nuqsoni bo'lgan bolalar uchun ta'lim strategiyasi, tafakkur rivoji, ko'rish nuqsoni bilan bog'liq jihatlar. Ko'rish nuqsoni va tafakkur aloqasi. Ko'rish nuqsoni tafakkur o'rtasida muhim aloqalar mavjud. Ko'rish nuqsoni bolalarda tafakkur rivojlanishini qiyinlashtiradi. Misol, ko'rish nuqsoniga ega bolalar ko'pincha ijtimoiy muammolar bilan duch kelishadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ko'rish nuqsoni bolalarning o'rganish qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ko'rish qiyinchiliklari va o'qish jarayonidagi muammolar bilan bog'liq misollarni keltirish mumkin. Ko'rish nuqsoni bolalar tafakkuriga ta'sir. Ko'rish nuqsoni bolalar tafakkuriga ta'sir qiladi. Ko'rish orqali ma'lumot olish cheklangan. Eshitish va teginish orqali ma'lumot olishga o'tish. Bunday bolalar ijodkorlik va muammolarni hal qilishda ko'nikmalarga ega bo'lishi mumkin. Ijtimoiy munosabatlarda qiyinchiliklarga yuz kelishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadi. Tafakkur rivojlanishidagi o'ziga xosliklar. Ko'rish nuqsoni va tafakkur. Ko'rish nuqsoniga ega bolalar tafakkuri o'ziga xos jihatlariga ega bo'lib, bu ularning o'zini anglashi va muammolarni hal qilish qobiliyatiga ta'sir qiladi. Bunday bolalar ko'pincha ijodiy fikrlashda ustunlik qiladilar, chunki ular atrof muhitni anglaydilar. Ilmiy tadqiqotlar natijalari. O'tkazilgan tadqiqotlar ko'rish nuqsoniga ega bolalar tafakkur rivojlanishida ko'pincha tajriba va muvofiqliklarni talab qilishini ko'rsatadi. Ko'rish nuqsoni va kognitiv rivojlanish. Ko'rish nuqsoni va kognitiv rivojlanish o'rtasida muhim bog'liqlik mavjud. Bolalarda e'tibor, xotira va muammolarni hal qilish qobiliyatlarida rivojlanishida ko'rish nuqsonining ta'siri sezilarli. Misollar: ko'rish nuqsoniga ega bolalar uchun maxsus ta'lim dasturlari, auditoriya yordamlar hamda vizual qurilmalar orqali kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish. Ilmiy tadqiqotlar ko'rsatadiki, to'g'ri yondashuv bolalarning tafakkurini yaxshilashga yordam beradi. Ko'rish nuqsoni bolalar tafakkurida o'zgarishlar. Ko'rish nuqsoni bolalarning tafakkurida bir qator o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Bular orasida idrok, bilish va ijtimoiy munosabatlar kabi sohalarda sezilarli farqlar mavjud. Masalan, ko'rish nuqsoni bolalarning diqqatini jamlash qobiliyatiga ta'sir qiladi. Tafakkurdagi o'zgarishlar ko'pincha ko'rish nuqsonining turiga bog'liq. Ko'rish qobiliyatining pasayishi bolalarning muammolarni hal qilishda va yangi bilimlarni o'zlashtirishda qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Shuningdek, ijtimoiy munosabatlarda ham muammolarni yuzaga keltirishi mumkin. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ko'rish nuqsoni va tafakkur o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganib, bolalarning rivojlanishida bu omilning ahamiyatini ko'rsatadi. Misol tariqasida, ko'rish nuqsoniga ega bo'lgan bolalar bilan o'tkazilgan eksperimentlar natijalari ularning tafakkur qobiliyatlarining pasayishini ko'rsatmoqda. Ko'rish nuqsoni ta'limga yondashuvlar. Ko'rish nuqsoniga ega bolalar uchun ta'lim strategiyalari muhim ahamiyatga ega. Ularning ta'limi uchun umumiy yondashuvlar quyidagilarni o'z ichiga oladi. Individual yondashuvlar, ko'rish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan usullar va qo'llab-quvvatlash xizmatlari. Ushbu strategiyalar bolalarning o'ziga xos ehtiyojlariga javob beradi va ta'lim jarayonida muvaffaqiyatga erishishlariga yordam beradi. Ko'rish nuqsoniga ega bolalar uchun maxsus pedagogik usullar quyidagilarni o'z ichiga oladi. Vizual yordamlar, audio materiallar, taktil o'yinlar va texnologiyalardan foydalanish. Ta'limda ko'rsatilgan texnologiyalar, masalan, maxsus dasturlar va elektron kitoblar bolalarning o'ziga xos ehtiyojlariga mos ravishda ishlab chiqilgan. Ushbu usullar bolalar uchun ta'lim jarayonini yanada samarali qiladi. Ko'rish nuqsoni, individual yondashuvlar. Ehtiyojlarga mos yondashuvlar. Ko'rish nuqsoniga ega bolalar uchun individual yondashuvlar ta'lim jarayonini samarali qiladi. Har bir bolaning ehtiyojlarini inobatga olib, maxsus reja tuzish muhimdir. Muvaffaqiyat hikoyalari. Bir qator davlatlarda individual ta'lim rejalari orqali bolalar o'z qobiliyatlarini namoyish etish imkonini topdi. Bu yondashuvlar ko'plab muvaffaqiyatli natijalarga olib kelmoqda. Ko'rish nuqsoni, o'quv muhitini moslashtirish. O'quv muhitini moslashtirishning ahamiyati. Ko'rish nuqsoniga ega bolalar uchun o'quv muhitini moslashtirish ularning o'zini qabul qilishiga yordam beradi va o'rganishiga bo'lgan ishonchlarini oshiradi. Bu ta'lim jarayonini samaraliroq qiladi. Fizik va texnologik moslamalar.
O'quv muhitida fizik va texnologik moslamalar muhimdir. Yorug'lik darajasi, stullar va stul o'rinlari, to'g'ri joylashtirish hamda maxsus texnologik vosita ta'limni osonlashtiradi. O'quv muhitida qo'llaniladigan maxsus vositalar. Maxsus vositalar bilan ta'limni ta'minlash zarur. Bunga Braille yozuvi, ovozli dasturlar hamda ko'rish nuqsoni bo'lgan bolalarga mo'ljallangan o'yinchoqlar kiradi. Ko'rish nuqsoni o'qituvchilarni tayyorlash. O'qituvchilar uchun tayyorgarlik dasturlari. Maxsus tayyorgarlik dasturlari o'qituvchilarni ko'rish nuqsoniga ega bo'lgan bolalar bilan samarali ishlash uchun zarur ko'nikmalar bilan ta'minlaydi. Bolalar bilan ishlashda o'qituvchilar kommunikatsiya, sabr, toqat va individual yondashuv ko'nikmalarini egallashi kerak. Resurslar va qo'llanmalar. O'qituvchilar uchun ko'plab resurslar va qo'llanmalar mavjud. Ular ko'rish nuqsoni bo'lgan bolalarga yordam beradi. Ko'nikmalarni rivojlantirish. O'qituvchilar o'z bilim va ko'nikmalarini yangilab turishlari zarur. Bu bolalarning muvaffaqiyatlariga yordam beradi. Ko'rish nuqsoni ota-onalar bilan hamkorlik. Ota-onalar bilan samarali hamkorlikning ahamiyati. Ota-onalar uchun qo'llanmalar va resurslar. Ota-onalar bilan muntazam aloqalar va maslahatlar. Ota-onalar bilan samarali hamkorlik bolalar rivojlanishi uchun juda muhimdir. Ular o'z farzandlarining ehtiyojlarini tushunishi, ta'lim jarayonida faol ishtirok etishi va o'zaro aloqalarini rivojlantirishi kerak. Bu ayniqsa ko'rish nuqsoniga ega bolalar uchun muhimdir, chunki ular qo'llab-quvvatlash va tushunishga muhtojdir. Ota-onalar uchun qo'llanmalar va resurslar taqdim etish ularning ko'rish nuqsoniga ega bolalarni to'g'ri yordam ko'rsatishlariga yordam beradi. Masalan, maxsus ta'lim dasturlari, kutubxonalar va onlayn resurslar ularga farzandlariga yordam berishda foydali bo'lishi mumkin. Ota-onalar bilan muntazam aloqa o'qituvchilarga farzandlar haqida ma'lumot almashishga, ularning rivojlanishini kuzatishga, muammolarni birgalikda hal qilishga yordam beradi. Ushbu aloqalar yordamida ota-onalar o'z farzandlari uchun eng yaxshi ta'lim muhitini yaratishga ko'maklashishlari mumkin. Ko'rish nuqsonining tafakkurga ta'siri. Ko'rish nuqsoni va tafakkur rivoji o'rtasidagi bog'liqlik. Ko'rish nuqsoni bolalarning tafakkur jarayoniga ta'sir qiladi. Bolalarning o'ziga xos o'rganish jarayoni. Ko'rish nuqsoni bo'lgan bolalar maxsus yondashuvlar talab qiladi. Ilmiy tadqiqotlar ko'rish nuqsoni bolalarning kognitiv rivojlanishlarini qanday o'zgartirishi va muammolarni bartaraf etish imkoniyatlarini belgilab beradi.